Adolat haqiqatdan ham hammaga bir xilmi? Bir xil xato, lekin ikki xil jazo. Kimdir pul bilan qutuladi, kimdir jazoga tortiladi. Kimdir sochi olinadi, boshqasi uzr so'raydi. Mendan uzr so'raymiz. Xalqimdan ham uzr so'rayman. Hammadan uzr so'raymiz. Barchadan uzr so'rayman. Qonunlar hamma uchun teng ishlayaptimi? Kimdir milliardlab yevoradi, qamalmaydi. Yana biri $500 bilan aybdor bo'ladi, qamoqda amnistiyani kutadi. Kimdir xato qilsa, shunday bo'lib qoldi-da endi deyishadi. Boshqasi xato qilsa, jazoga mahkum etiladi. Bu tasodifmi? Yo'q, bu ikki xil standart. Adolatni qo'llashdagi ikki xil standart. Jamiyatni yemiradigan adolatsizlik. Adolat yo'q joyda ishonch bo'lmaydi. Ishonch yo'q joyda jamiyat zaiflashadi. Ammo adolat o'zi paydo bo'lmaydi. Uni siz u biz yaratamiz. Har bir qaror bilan, har bir tanlov bilan, qarorlar qabul qilish oldidan fikr bildirish bilan. Haqiqiy adolat tenglikdan boshlanadi.